Assalomu alaykum, hurmatli Novvoy akalarimiz. Akalar, bu video aynan sizlar uchun bo'ladi, chunki non apparatlari haqida bo'ladi. Bittalidan boshlab 5 ta, 6 tagacha bor, xudo xolasa. Dastavkalar O'zbekiston bo'ylab bor, faqatgina kelishilgan holatda. Agarda kattasidan oladigan bo'lsangiz, dastavka 100 gacha bepul qilib berishadi. Inshaalloh. Kattalari $750 dan $1200 bor ekan. To'liq avtomatlashtirilgan bir vaqtda o'zida, ya'ni 1 soatda 700 ta noningizni bemalol chiqarib beraveradi, xudo xolasa. Bundan tashqari mishalkalar bunisi $650 ekan, bunisi $750 ekan, $100 farqi bor ekan. Kilosi 70 kilolik ekan, ya'ni 220 da ishlaydi. 70 kiloda 15 minutda xamiringizni tayyor qilib beradi. Bir xilda. Qattiq ham yumshoq qilib olmaydi. 15 minut vaqtga qarab qo'yasiz, bo'ldi. O'zi aralashtirib beraveradi. Turetskiy narsalar ekan, bu Turkiyadan keladi. Xo'p, non apparatlari bo'ladigan bo'lsa, ularni Xitoy davlatidan yetib kelar ekan. Xudo xolasa garantiyalari bor. 6 oy servis xizmati ham bor ekan, xudo xolasa. Bundan tashqari bulari bor, mana. Bulari bittalik. Ya'ni ruchnoy holatda bo'ladi. Bunisi ikkitalik. Xo'p. Aka, buni narxini aytib beraylik endi. Bittaligining narxi nech pul edi? 350. Bittaligi komplekt. Bittaligi mana $350 bo'ladi. Bu apparati, pul avtomat hamda bunaqangi bezuvishning kompressori bor. Xo'p, ikkitaligichi? Ikkitaliga $450. Ikkitaliga $450 hamda kompressori bepul bo'ladi. Bundan tashqari, xo'p, 5 talichi yo 4 talik? Yo, bu 5 talik. Bunisi 5 talik. 2 silindrli 5 talik. Ikkita silindrli. $750. $750. Buni $850. $850, bu ham 5 talik. Bu ham 5 talik. Invertori bor. Ha, stabilizatori bo'ladi. Kompressori katta kompressordan bo'ladi. Katta kompressor, 4 porsiyalik bu. 4 porsiyali kompressor bezuvishni hamda bunaqangi stabilizatori, non apparati bo'ladi. 6 oy servis xizmati bor. Xo'p, bunisi-chi? Bunisi $1200 aka. $1200. Bu ham 4 porsiyali kompressor hamda bunaqangi non apparati. Qattiq xamirlar uchun. Qattiq xamirlar uchun. Samarqand nonlarini yopib bo'ladimi, bemalol? Samarqand nonlarini hamma biladi, ko'pchilik. Juda ham qattiq bo'ladi. Bundan tashqari, Qo'qonda patirlari bor-ku aka. Qattiq. Pervar patirlar. Xohlagan patirni qilaveradi. Qilaveradi, xudo xolasa. $1200 komplekt. Komplekt. Aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Bundan tashqari qoliplar bor. Qoliplar misol uchun 200 mingdan necha pulgacha? 500 ming, 600 mingdan 1 milliongacha qoliplar. 500 mingdan 1 million 200 minggacha. Xudo xolasa serialari original. Aloqaga chiqaverasizlar. Men nonlarni ham bunaqangi chiroyli holatda qilib beradi. Akalar, aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Yana to'liqroq ma'lumot berishadi. Ekran nomerlarini qoldiramiz. Aloqaga chiqinglar. Chiroyli narxlarda qilib berishadi. Bu kichkinalariga, ya'ni bittalik, ikkitaliklarga vodiyga dastavkasi bepul. Ha, kattalari bo'ladigan bo'lsa, vohagacha dastavka bepul. O'zbekiston bo'ylab dastavkasi kattalariga bepul, ya'ni $700 tevalariga bepul. Sababi bu kichiklariga ozroq foyda qilinadi. Endi buni dastavkasini ham qo'shib oladigan bo'lsa, ko'tarilib ketmasin degan maqsadda. Xudo xolasa, ekran nomerlarini qoldiramiz. Kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar. Xudo xolasa hammalaringizdan xursand bo'lamiz. Salomat bo'lasizlar. Nimani aytib qo'ymaymiz? Manzilni aytib qo'ymaymiz. Manzil Farg'ona viloyati, Bog'dodda, yo'l bo'yida. Ekran nomerlar aloqa qilsangiz, sizlarga yana ham to'liqroq ma'lumot berishadi. Lokatsiya so'ramoqchi bo'lsangiz, lokatsiya tashlab berishadi. Bemalol kelib, mana shu yerda tanlab, yonida novvoyxona bor. Novvoyxonada shu apparatlardan foydalanishadi. O'zlarining apparat ishlatib ko'rib, yoqsa, pulini to'lab olib ketaverasizlar. Shunaqami aka? Aloqaga chiqaverasizlar. Hammalaringga rahmat.